Menga bu mashina juda ham yoqdi. Favor J6L seriyasidagi furgon juda ham yoqdi. Stabilizatsiya juda ham zo'r. Razgomi ham juda ham zo'r. O'zini ushlashi, boshqasi. Endi albatta yuk bilan aytadi mashina. Pustoy aytmaydi, lekin mashina degan postoyanniy yuk bilan yurmaydi-ku, pustoy ham yuradi-ku. O'sha pustoy yurgan payti ham mashinada ortiqcha muammolar, ortiqcha shovqinlar, ortiqcha ko'ngilsizliklar yo'q. Ko'z tegmasi juda ham zo'r. J6L. JK6 haydab ko'rganman. Perigon qilganmiz JK6. JK6 da kabinasida har xil shumlar bor. Bo'lmasa sakrayveradi, bu yoqqa lapanglayveradi JK6. Sal jo'skiroq bunga qaraganda JK6. Bemalol kerak bo'lsa spor ham qila olaman. JK6 bundan miyaqki degan odam bilan kerak bo'lsa spor ham qila olaman. Professional sifatida bemalol kelib haydab ko'rishlaringiz mumkin. JK6 ni ham, buni ham. JK6 ga qaraganda bu mashina miyaqki, stabilizatsiyasi ham zo'r. Motori ham kichkina, salyarkani ham kam rasxod qiladi. Yomon mashina emas, zo'r. Gaz qo'ysangiz, lekin buni bizlar tavsiya qila olmaymiz. Gaz qo'yadigan bo'lsangiz agar. Uje yo motorni almashtirish kerak, to'g'risi, yo bo'lmasa tinchgina salyarkada minish kerak. Yo gaz qo'yish uchun boshqa mashina xarid qilish kerak.